Bugun menga bir oy oldin narashga gel qildirib ketgan klientkamiz gellarni yangilatish uchun kelibdilar. Birinchi o'rinda ustidagi gellarni chiroyli qilib tozalab chiqarib oldik. O'zlarini tirnoqlariga umuman zarar yetkazmasdan manikur qismiga o'tdik. Qizlar bilasizlar, men quruq manikur bilan ishlayman. Ko'pchiliklaringiz savol berasizlar quruq manikur haqida. Mani ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, juda ham toza chiqadi. Shakli ham bo'yi ham o'shandaycha qolsin. Faqat ustidagi gelini yangi qilib berishimni so'radilar. Qanaqa qilishni juda ham ko'p o'yladilar, lekin oxirida har doimgidek o'zingiz nima xohlasangiz o'shani qo'ying dedilar. Men shu rangdagi gelimizni tanladim. Juda ham nejniy, neobichniy chiqadi qizlar. Bahor fasli ham yaqinlashib qoldi. Shuning uchun endi ochiq ranglardan foydalanamiz. Keyin qizlar ko'pchiliginglar kelsanglar, qalin qilib gel qo'yib bering, baquvvat bo'lsin deysizlar. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, qizlar gelni qalin qilib quyish bu tirnoqni baquvvat qilmaydi, nabarot tezroq sinishiga sabab bo'ladi. Ingichkaroq gel bilan ham baquvvat tirnoq chiqarsa bo'ladi. Faqat to'g'ri texnika bilan ishlashni bilish kerak. Tirnog'imiz ham deyarli tayyor bo'lib qoldi. Yarim tayyor holatiga keldi. O'zi klientimga shu holati ham juda ham yoqdi. Shunday qolsin dedilar. Men highlight qilishni so'radi. Ko'k rangdan foydalanib tirnog'imizni yakunladik. Men o'zimga rosa ham yoqdi. Klientim ham rosa xursand bo'ldilar. O'zlariga juda ham yoqdi. Sizlarga-chi qizlar, sizlarga yoqdimi?